baylarim muborak bo'lsin. Talablarga binoan qo'shiqlarimiz marhamat. Sağınsam otacanım, izleyin hayırlardan. Sağınsam bir cahani, izleyin hayırlardan. Sağınsam bir cahanim, izleyin hayırlardan. Hovlimiz sahnasida izleri qolganmikin, o'g'lining oq yuzida izleri qolganmikin. Ya ko'zgu nigohlari bayt bo'ylab turganmikin. Sog'insam otajonim, izlayin qayerlardan. Yüzünge can bile tabandaman, mehri ravşan değilmikin tabandaman, mehri ravşan değilmikin tabandaman. Kurgeli yüzün gülistanım kuzum, zavq birle gülmikin turxandaman, zavq birle gülmikin turxandaman. Kurgeli yüzün gülistanım kuzum, zavq birle gülmikin turxandaman, zavq birle gülmikin turxandaman. O yüzü can rast bir gelimiye, sen nigara kayda sen mal kaydama. Çıkın şahi zaman sen husile, hafızı biçare dikmen bendemen, hafızı biçare dikmen bendemen. Sen şahan şahi zaman sen husile, hafızı biçare dikmen bendemen,
Hafızı biçare dikmen bendemen. Bir gelimine sen gara kayda sen ben kayda sen şahan şahı zaman sen husile Hafızı biçare dikmen bendemen. Hafızı biçare dikmen bendemen. Sen şahan şahı zaman sen husnile Hafızı biçare dikmen bendemen. Hafızı biçare dikmen bendemen. Hayırlı akşam hurmatli aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, xonimlar va janoblar, aka, uka, opa, singil, yorug' do'st birodarlar. Albatta, xizmatdan tashqarida yurgan barcha mehmonlarimizni, aka, uka, opa, singil, yorug' do'st birodarlarni sizlar uchun yasatilgan dasturxon atrofidan joy egallashni iltimos qilgan bo'lardim. Malol kelmasa barchalarimiz o'rnlarimizdan turib, qarsilarni qarsilata burib, bugungi baxtli yoshlarimizni san'atkorlar tomonidan yangraydigan to'ylar muborak sadosi ostida qarshi olsak. To'ylar muborak, bo'lsin muborak. Yaşlarımız baxtli bo'lsin. Yaşlar baxtli bo'lsin. Yana şimdi boylarınız mübarek, toylar mübarek. Ey yar canım, yana bulsun kalbime canıma, yarimene.
canım yana bolsa kalbimle canım yari mene yar sana kutsan Yaşlar koşa garip Baxtli bo'ling Lara Yoshlar baxtli bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Har kimning uyi to'yxona bo'lsin. Har kimning topgani to'yga buyursin. Duoga qo'l oching yaxshi niyatlar, kelinlar qushog'i farzandga to'lsin. Assalomu alaykum. O'zlarining qutlug' qadamlari ila qadam ranjida qilgan hurmatli aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, xonimlar va janoblar, aka, uka, opa, singari, yoru do'st, birodarlar, bugun sizlarni shahrimizga taniqli bo'lgan Parij tantanalar saroyida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qadamingizga hasanat, to'ylari muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar deb qolamiz. Albatta, hurmatli aziz mehmonlar, bugun elimiz yurtimizga taniqli bo'lgan mana shu bugungi xonadon egasi, to'y egasi marhum Olimjon akamizning xonadonlarida qolaversa ushbu kunda yoshlarimizga ham otalik, ham onalik qilayotgan qadrli xonadon sohibasi Xolida kinolarimizning xonadonlarida ajoyib bir bayram, katta to'y tantana azlar. Ushbu to'yimizning sababchilari taxtirondan joy olgan bugungi baxtli yoshlarimiz, kechamizning qirolichasi, ya'ni kelin poshshasi Shahnozaxon, kechamizning qiroli, ya'ni kuyovturasi Islomjonlarni baxt visol kechalari. Keling azizlar, to'y egalariga to'ylar muborak bo'lsin. Taxtirondan joy olgan yoshlarimiz baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin deganlar bo'lsa, qo'liklari bo'sh bo'lsa, xonadon egalarining hurmatiga, taxtirondan joy olgan yoshlarimizning hurmatiga bir chiroyli qarsi chalinglar, to'yga o'xshasin. Rahmat. Albatta, hurmatli aziz mehmonlar, musulmonlarning har bir davrasi, har bir yig'ini bismillah ila boshlanib amin bilan tugaydi. Albatta, bugungi davramizni chiroyli holatda ochiq deb e'lon qilish uchun biz davramiz markaziga qadrli el og'alarini, munis mo'tabar onajonlarimizni davramiz turiga taklif qilsak-da, ular davramiz turiga tashrif buyurib, yaxshi niyatlar bilan, tabrik so'zlar bilan bugungi to'yimizni chiroyli holatda ochiq deb e'lon qilsa. Davramiz turiga hurmat bilan Boymurod akamizni, ular bilan birgalikda Saydamat akamizni, albatta yonlarda Janubiy Qozog'iston viloyati san'atkorlarining hoji bobosi, ajoyib so'z ustasi ustozimiz Qosim hoji aka Abduraimovni, ular bilan birgalikda Shavkat akamizni, suyukli ammajonlardan shoira ammajonlari Anorjon ammajonlarini davramiz markaziga yaxshi niyatlarga taklif qilamiz. Keling, qadrli el og'alari, onajonlar, davramiz turiga tashrif buyurib, yaxshi niyatlari bilan, tabrik so'zlar bilan to'yimizni ochiq deb e'lon qilasizlar. Davlat akamiz ham birga davramiz turiga tashrif buyurar ekan. Keling daladaga. Ha? Albatta, xonadon sohibasi Xolida Kinoyimiz birga tashrif buyursin. To'ylar muborak bo'lsin. Qani iltimos qilamiz Saydamat aka, Qosim hoji aka, Baymurod aka, davlat dodajonlari, Shavkat akamizni, shoira ammajonimiz, Anorjon ammajonlarimizni davramiz markaziga taklif qilamiz. Keling, qadrli amakajonlar, hurmatli el og'alari, onajonlar, davramiz turiga tashrif buyurib, ezgu niyatlar bilan, tabrik so'zlar bilan bugungi tantanamizni chiroyli holatda ochiq deb e'lon qilasizlar. Kelinglar. Qosim hoji aka, ustoz, keling, davlat dodalari birga tashrif buyursin, iltimos. Kelinglar, tush. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanat, oiladagi xursandchilik, to'ylar muborak bo'lsin. Xolida Kinoy to'ylari muborak bo'lsin. Mana shu qizalog'ingiz borgan yerni Xudo xolasa
baxtli bo'laman deb emas, baxtli qilaman deb borsin inshaalloh. Xonadon egalariga to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi niyat, tabrik so'z o'zlaringizga. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz davramizning aziz onlarin, aziz insonlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir shoh satrila, bezamoq chog'idir umr daftarin. To'y insonning eng aziz oni. O sevishgan yoshlarning yo'qdir armoni. Ko'kda porlasin quyosh, baxtli bo'lsin ikki yosh. Ikki yurak, ikki ajib yosh, go'yo bo'lib misli bir quyosh. Obod etib sevgi bog'ini, yoqar bukun baxt chirog'ini. Assalomu alaykum. Bugungi to'yxona, murodxona bo'lgan Parij to'yxonasiga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar. Assalomu alaykum ey odamiylar avlodining asoschisi bo'lgan nuroniy otaxonlar, qalbi daryo, munis mehribon onaxonlar, davrimizni ko'rki bo'lgan mardimaydon akalar, go'zallik maskani bo'lgan opa-singillar, qudalar, quda-andalar. Haqiqatan ham bugun bu bizni jiyanimizni xonadonlarda unutilmas kunlar. Rayhon ammamiz, uni qizlari Paraxot opayimiz, qolaversa mana to'ychilar bizni podshalarimiz adalari. Alloh rahmat etsin. Bu xonadon begona emas bizga. Bugun haqiqatan ham bir ulug' kunlarda, kunlarning ulug'i juma, Sayyidil ayyom, shu kunlarda to'ylar bo'lyapti. Juda ham xursandmiz. Iloyim yoshlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Qo'sha qarishsin. Xudo xolasa kelasi yil mana shu xonadonlarga, ushbu xonadonlarga aqiqa, alla bolam beshik to'ylariga kelish Alloh nasib etgan bo'lsin. To'ylarimiz ochiq. Bugun haqiqatan ham shahona dasturxon yaratgan. Olib xursandchilikka xursandchilik qo'shasiz degan niyatdaman. Rahmat. Menga Pushkinni bir jahon u, menga Vayrini bir jahon, lek Navoiydek ustozim bor. Ko'ksi osmon o'zbegim. Ustozimizga bir chiroyli qarsaklar bo'lsin, iltimos qilgan bo'lardim. Salomat bo'ling. Keling, dodalari. Assalomu alaykum kelgan mehmonlar. Xush kelibsizlar. Mana endi nima deymiz? Qasim akam berdigan hangamalarni gapirdi. Shu gaplarga qo'shilamiz. 2 yosh qo'shganlar qo'sha qarsin, baxtli bo'lsin. Har banda to'y ko'rsin. Rahmat. Yashang, tog'alariga marhamat. Assalomu alaykum kelgan aziz mehmonlar, uzoqdan yaqindan kelganlar. Xush kelibsizlar. Mana bugungi yig'ilgan sababimiz mana shu qizimiz, mana kelajak kuyov bolamiz Islom baxtli bo'linglar, taxtli bo'linglar. Mana o'zimiz Haj akamiz aytgandek, borgan joyingda ota-onani hurmat qilib, izozlab, mana shunday hurmat qilib yurgin. Har kim ham mana shunday to'y ko'rsin, kelganingizga qutlug' bo'lsin. Rahmat. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. 2 yosh baxtli bo'lsin. Xudo xolasa boya Qasim akam aytgan niyatlarga qo'shilamiz. Kelinglar, opajonlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Mana bugun bizni uyda shunday katta tantana to'y bo'lyapti. Mana 2 yosh baxtli bo'lsin. Teqqana yaxshilik bo'lsin, bundan keyin to'y bo'lsin. To'yga kengir teqqana.
salomat bo'linglar. Yaxshi niyatlar uchun rahmatlarimizni aytib qolamiz. Ilohim yaxshi niyatlari farishtalarning quloqiga chalinib, omin olgan bo'lsin deymizda. Endi hurmatli el og'alar, onajonlar, esalik uchun fursatlarga tushib qo'yasizlar. Qolaversa bugungi davramizni chiroyli holatda ochiq deb e'lon qildingiz. Ana endi davramiz markazida chiroyli qilib xiraomalab bersangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Assalomu alaykum shu xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, qudalar, aka-uka, opa-singillar, Xalidani, kuyov bolamizni o'rtoqlari, ulpatlari, mana shu taxtda o'tirgan qizimizni sinfdosh, bolalar, qizlari, hammanglar xush kelibsizlar. Nima deymiz? Mana shu 2 yoshga baxt tilaymiz, baxtdan taxt tilaymiz. Baxtli bo'l, qo'shqaning bilan qo'sha qari, Xudo xolasiga yaxshi to'ylarda yana chetlarda uchrashishni Alloh barchamizga nasib qilsin. Xalida yaqin to'ylaring marak bo'lsin. Bosh egangga arvohlar qo'llasin, qo'ltiqlasin, qaynota qaynan arvohlari. Qilib nima niyat qilsang, Allohning niyatingga qabul bo'lsin. Mana shu bugungi yig'ilgan dasturxonlarni uni ertaga 10 baravar qilib Allohim o'zi g'aybidan yetkizsin. Nima deymiz? Yoshlar qo'sha qarsin, baxtli bo'lsin. Xush kelibsizlar hammanglar. Rahmat, salomat bo'linglar. Yaxshi niyatlar uchun qani fotograflar esdalik uchun bularni bir soatlarga chiqib qo'yasizlar. Qolaversa Qosim aka, Davlat aka, Shavkat aka, Onajon opa, bugungi davralarni yaxshi niyatlar bilan ochiq deb e'lon qildingiz. Ana endi daramiz markazda bir xiromalab bersangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Bugun azizlar xonadon egalarini hurmat qilib, shahrimizga taniqli bo'lgan ko'plab san'atkorlar tashrif buyurgan. Shulardan biri O'zbekiston, Qozog'iston estrada xonandasi, ajoyib ovoz sohibi, o'zini ko'plab muxlislarga ega bo'lgan san'atkor, xushovoz xonanda Fayz guruhining badiiy rahbari Zarifjon Qodirov sizlar uchun kuylaydi. Marhamat. To'ylar bo'laysa. Sening ta bo'ldi jahon mulkida paydo sho'x fariza. Sening guli ta bo'ldi jahon mulkida paydo sho'x fariza. Soldi ana ishqi boshima kulfat savdo qildi ana faryod. Dilnoz fadodan dilnoz farida ko'zlar shahlo qilding meni bir boqishla husning shaydo chilga qilib ijod. Qilding meni bir boqishla husning shaydo chilga qilib ijod. Chanting bo'lmish ishra jahonda majnun ila farhod. Men birla qachon teng bo'lurish ishra jahonda majnun ila farhod. Giriftar ish ichra giloshak dardida ana shaxtini men qildi mudavvo iqomat shamshod. Shakirdan hajringda qachon bo'lsa giriftar ish ichra giloshak dardida ana shaxtini men qildi mudavvo iqomat shamshod. Dardida ana shaxtini men qildi mudavvo iqomati
rahmat, salomat bo'linglar, ko'z tegmasin. Ajoyib darani guvohi bo'ldik. Xirom aylagan qadrli el og'alariga, onajonlariga o'z rahmatlarimizni, minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ilohim, boshlaringiz to'ydan chiqmasin. Hurmatli aziz mehmonlar, bugungi davra bugun kecha ochiq deb e'lon qilindi. Oldingizga qo'yilgan noz ne'matlardan bemalol baham ko'rishingiz mumkin. Daramiz davom etgan holda daramiz suriga taxtironadan olgan kuyov to'ra islomning bolalik davridan birga o'sgan ulfat do'stlarini, oshon og'aynilarni, qadrdonlarini, albatta yonlarda davramiz suridan joy egallagan go'zal va barakuda qizlar bilan taklif qilamiz. Albatta davramiz surida ajoyib ovoz sohibi, estradamiz yorqin yulduzi, o'zini ko'plab murislarga ega bo'lgan san'atkor, Sulton Rabot guruhining badiiy rahbari Botirbek Shodibekov sizlar uchun kuylaydi. Keling, ulfatlar, kuda qizlar, Botirbek aka, keling. Yashay. Muhabbatim yerga urding, so'zlarimga yuz o'girding. Armonlarim ketib yiroq, lekin baribir biroq. Muhabbatim yerga urding, so'zlarimga yuz o'girding. Armonlarim ketib yiroq, lekin baribir biroq. Seni ko'zlaring shirin shirin so'zlaring, qora qoshlaring, uzun uzun sochlaring, doim mening yodimda. Seni ko'zlaring shirin shirin so'zlaring, qora qoshlaring, uzun uzun sochlaring, doim mening yodimda. Muhabbatim o'ti so'ndi, yuragim ham unga ko'ndi. Xom xayollar ketib yiroq, lekin baribir biroq. Muhabbatim o'ti so'ndi, yuragim ham unga ko'ndi. Xom xayollar ketib yiroq, lekin baribir biroq. Yoshligimdan birga o'sgan do'stlarim, sizlar bilan bilinmaskan ko'zlarim. Yaxshi yomon kunlarimda yonimda, unutilmas hayotim har onimda. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Menga kelgan dardni bosgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Menga kelgan dardni bosgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Davralarni fayzasiz bo'lmadi, sizlarsiz hech ko'nglim mening to'lmadi. Qalbim yoshliklarda o'ynab to'ymadi, shu damlarni ko'nglim meni qo'msadi. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Menga kelgan dardni bosgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Bolalikdan birga o'sgan jonim jo'ralar, 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 jo'ralar. Menga kelgan dardni to'sgan jonim jo'ralar,
Ko'changdan o'tsam dugonalaring kulishadi, nazarga ilmay lablarini burishadi. Ko'changdan o'tsam dugonalaring kulishadi, nazarga ilmay lablarini burishadi. Seni yarım kızganaman, uzun tunlar firog'ingda men yonaman. Qizlardan ham seni yarım kızganaman, uzun tunlar firog'ingda men yonaman. Aytib qo'ygin ko'z susmasin piyolaman, go'zal qizlar ko'z tashlagan bir bolaman. Aytib qo'ygin ko'z susmasin piyolaman, go'zal qizlar ko'z tashlagan bir bolaman. Ko'changdan o'tsam dugonalaring kulishadi, nazarga ilmay lablarini burishadi. Ko'changdan o'tsam dugonalaring kulishadi, nazarga ilmay lablarini burishadi. Rahmat. Salomat bo'linglar. Ulfat jo'ralarga, quda qizlarga gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli aziz mehmonlar, barchangizga a'lo kayfiyat, yoqimli ishtaha, davra, kecha, ezgu niyat tabrik so'zlari davom etadi. Bugun har bir inson ushbu to'yxonaga tashrif buyurar ekan, o'zining qalbidagi yaxshi niyati, ezgu tilagi bilan daramizga tashrif buyurgan hammamizning niyatimiz bitta azizlar. Zero yoshlari baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin degan niyat ila daramizga barcha mehmonlar tashrif buyurgan. Daramizga biz ushbu xonadonni suyukli amaki-yu ammalarini, atab aytar bo'lsak, To'ychiyevlar oilasini davramiz markaziga ezgu niyatlarga taklif qilar ekanmiz. Qani keling, hurmatli amakajonlar, ammajonlar, daramizga tashrif buyurib, barcha mehmonlar guvohligida taqdirona joy olgan baxtli yoshlarimiz uchun o'zlaringizni ezgu tilak, tabrik so'zlaringizni izhor qilib berasizlar. Albatta, daramizga qalbimiz ko'ra sizdek amakilar va ammajonlar uchun muntazir. Daramiz savob qolmasin. Kelinglar, amaki ammalar, To'ychiyevlar oilasi. Marhamat. Azizlar odat aytishadiki, dunyoda hamma yaxshi, hammadan suyukli ammajonlar yaxshi deyishadi. Zero shunday ekan, ushbu oilaning suyukli ammajonlarini, qadrdon amakajonlarni biz daramiz markaziga yaxshi niyatlarga taklif qilyapmiz. Iltimos qilgan bo'lardik, ko'rib turganingizdek mehmon to'la. Zero hali o'ynaymiz, tabrik so'z aytamiz deganlar juda ham ko'p. Shuning uchun fursat qo'ldan boy bermasdan mana amakajonlar, ammajonlar daramizga tashrif buyurdi. Yana bir bor oiladagi xursandchilik, to'ylar muborak bo'lsin deb qolamiz. Yaxshi niyat, tabrik so'z o'zlaringizdan. Aziz mehmonlar, baya gaplarga qo'shilaman. Shahnaz qizim, mana Kiyovlar islom baxtli bo'linglar, taxtli bo'linglar, o'lik juvalik bo'linglar. Hamisha to'y ko'raylik, mana har kim to'y ko'rsin. Kelganingizga rahmat. Zak. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Islom Shahnazning baxtli bo'linglar, qo'sha qarinlar. Hammamiz mana to'y ko'rish Alloh barimizga nasib etsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun mana shu To'ychiyevlar xonadonida kanda tantana aytadiganim hammaga rahmat, mana shunday kelib
Maşu dasturxonimiz to'ldirib o'tirganiga yoshlar baxtli bo'lsin. Hamisha o'zlaridan o'zlar ko'payib tursin. Xudo xolasa har kim uyida to'ylar bo'lsin mana. Har doim yaxshilik bo'lsin. Qolganlar qo'shiladimi? Salomat bo'linglar, yaxshi niyatlar uchun rahmatlarimizni aytib qolamiz. Esalik uchun bir soatlarga chiqib qo'yasizlar, iltimos qilgan bo'lardik. Amakilar, ammalar tarixiga muhrlanib qoladi. Azizlar, bugun xonadonidan hurmat qilib juda ham ko'p san'atkorlar tashrif buyurdi deb bekordan bekor aytmadi. Zero shunday ekan, daramiz so'riga elimiz, yurtimiz ardog'idagi san'atkor, ajoyib ovoz sohibi, mehmon san'atkor, o'zini ko'plab muxlislarga ega bo'lgan, o'z davrining ko'rki va sardori bo'lgan Ikrom aka Berdiboyev sizlar uchun kuylaydi. Keling Ikrom aka. Yoshlar baxtli bo'lsin. Saharda bağımda gülledi çemen, güzel seni sağınsam onu kuşaman. Derdimni özüden başka kim biler, sağındırmansa bir körgüm gelir. Saharda bağımda gülledi çemen, güzel seni sağınsam onu kuşaman. Derdimni özüden başka kim biler, sağındırmansa bir körgüm gelir. Senin şirin sözüm digendim, meni küttül kara gözüm digendim. Vadelerin hama bağrımda tiner, bilse hammansa bir körgüm gelir. Vadelerin hama bağrımda tiner, bilse hammansa bir körgüm gelir. Saharda bağımda gülledi çemen, güzel seni sağınsa onu kuşaman. Derdimni özüden başka kim biler, sağındım mansa bir körgüm gelir. Sütten akşam koynada, vesling ümidida, seni intiq kütermen, sahargacha man beydor. Sütten akşam koynada, vesling ümidida, seni intiq kütermen, sahargacha man beydor. İstesen şu felekden ayını alıp beraman, yıldızlardan boynunga marjon takıp koyaman. İstesen şu felekden ayını alıp beraman, yıldızlardan boynunga marjon takıp koyaman. Hareketler şokrak. Ay mani yoshligime. Yoshligimni izlasam, ah geceler bu geceler, güzeller azap vermegen, ay gecede tün gecede oynar. Yoshligimni izlasam, ah geceler bu geceler, güzeller azap vermegen, ay gecede tün gecede oynar. Kimdir şunu bilmegen, bekar bu sözleyip oylayan, ama gözümni yumsam yoshligimni eslayman. Kimdir shuni bilmagan, bekar bu sözleyip oylagan, ama gözümni yumsam bo'ydoqligim eslayman. Çalgıcı bulup yürgende güzel senemler karşılar.
Başımga balo tushmaguncha o'ltirardim bir qo'yda. Chalg'uchi bo'lib yurganda go'zal sanamlar qarshida. Başımga balo tushmaguncha o'ltirardim bir o'yda. Kimdir shuni bilmagan, bekor bu so'z deyib o'ylagan. Ammo ko'zimni yumsam yoshligimni eslayman. Kimdir shuni bilmagan, bekor bu so'z deyib o'ylagan. Ammo ko'zimni yumsam bo'ydoqligimni eslayman. Qanday asal kunlar o'tib biz yoshlik davrimizda, hazil bilib sho'xlik qilib yurardik shodlik to'la. Qanday asal kunlar o'tib biz yoshlik davrimizda, hazil bilib sho'xlik qilib yurardik shodlik to'la. Kimdir shuni bilmagan, bekor bu so'z deyib o'ylagan. Ammo ko'zimni yumsam yoshligimni eslayman. Kimdir shuni bilmagan, bekor bu so'z deyib o'ylagan. Ammo ko'zimni yumsam bo'ydoq paytimni eslayman. Mani ko'zlarim tilar, arzu aldab sochlarim silar. Yurak esa misoli tilar. Sen qaydasan yolg'iz muhabbat, sog'inch mani ko'zlarim tilar. Arzu aldab sochlarim silar. Yurak esa misoli tilar. Sen qaydasan izsiz muhabbat, 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 muhabbat. Oh muhabbat. Ay rahmat. Rahmat. Shahzoda Islom baxtli bo'linglar. Qo'sha qaranglar. Bir qarsaginglar bo'lsin. Ikrom aka Berdiboyev. Ilohim 100 yoshda ham shunday yuring ustoz. Salomat bo'linglar. Hurmatli aziz mehmonlar, barchangizga a'lo kayfiyat, yoqimli ishtaha, davra kecha ezgu niyat tabrik so'zlari davom etadi. Amaki ammadan keyin navbat kimniki desa, tog'ajonlar, xolajonlarniki. Zero shunday ekanmiz, zaramiz suriga ushbu xonadonning suyukli tog'ajonlarini, qadrdon xolajonlarni hamma hammalgina daramiz markaziga ezgu niyatlarga chorlaymiz. Atab aytar bo'lsak, Abdiyevlar qolaversa, Abdirovlar oilasini daramiz markaziga yaxshi niyatlarga taklif qilyapmiz. Keling, tog'ajonlar, xolajonlar barchalaringiz daramiz turiga tashrif buyurib, o'zlaringizning ezgu niyat tabrik so'zlaringizni taxtirona joy olgan baxtli yoshlarimiz uchun izhorga berasizlar. Daramiz savob qilmasin. Tog'alar, xolalar, Abdiyevlar, Abdirovlar oilasi, o'g'il, qiz, farzand, nabiralari. Kelinglar.
azizlar odatda aytishadiki, xola keldi, guli lola keldi deyishadi. Onajoning sog'insang, borib xolajoning ko'r deyishadi. Zero shunday ekan, daramiz surga ushbu xonadonda suyukli xolajonlari, qadrdon tog'ajonlarni daramiz markaziga jam bo'lishini iltimos qilgan bo'lardik. Keling, Abdiyevlar oilasi, ular bilan birgalikda Abdirovlar oilasi, o'g'il qiz farzand nabiralari, menimcha adashmasam Chimkent shahridan tashrif buyurgan tog'alar, xolalar, mana Umidjon akamiz, taniqli tadbirkor akamiz boshqa hammaliga jam bo'lishni iltimos qilgan bo'lardik. Kelinglar, daramiz savob qilmasdan Abdirovlar oilasi. Marhamat. Ha. Xush kelibsiz amaki. Qani azizlar, daramiz savob qilmasin. Chaqqonlik davr talaba deydi. Zero shunday ekan, hali o'ynaymiz, tabrik so'z aytamiz deganlar juda ham ko'p. Kelinglar. Fursat qo'ldan boy bermaylik, shoshilmasdan chaqqonroq tashrif berishingizni iltimos qilganmiz. Kelinglar. Marhamat, Abdiyevlar oilasi. Ular bilan birgalikda Abdirovlar oilasi, o'g'il qizlari, farzandlari, nabiralari hammaligini daramizlarga jam bo'lishini iltimos qilgan bo'lardik. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Oiladagi xursandchilik, to'ylari barchalarga muborak bo'lsin deb qolamiz. Yaxshi niyat, tabrik so'z o'zlaringizdan mana. Keling. Bizni suyukli amakimiz, bu xonadonga tog'a yashang. Boshqa chiqmaydimi? Harakat qilsa. Assalomu alaykum. Mana shunday bir yuqorida Kashanaga kelgan o'g'il qizlar, nevara chevaralar, aka ukalar, opa singil, nevara chevarlarimiz. Allohdan so'ranganim hammanglarning uyinglarda mana shunday yaxshi, mehr muhabbatli, adabli mana shunday to'ylar bo'lsin. Yoshlarimiz Xudo xolasa baxtli bo'lsin, qo'shqani bilan qo'sha qarsin, sog' salomat bo'lsin. Hali qishloq bo'lgandan keyin birimiz taniymiz, bir-birimizni tanimaymiz. Bu Baxtiyor akam nega bu yoqqa chiqib qoldi deb gapiryapti deb aytsanglar, meni tuqqan onamni singlisini, bolasini, qizini to'yib qo'yapti. Ham bo'lalar bo'ladi betaveradi, bo'lamayli. Xudo ming yillik. Allohdan so'ranganim hammanglarni oilanglarda tirnoqqa zar qilmasin. Baxtli, saodatli bo'linglar, qo'shqaninglar bilan qo'sha qaringlar. Uzoq yaqindagi o'g'il qizlaringlarni tellari sog' bo'lib, ishlayotgan bo'lsa, omon eson kelib, Xudo xolasa yaxshi to'ylar qilsin. Meni niyatim nima? Meni tuqqan onamni singlisini bolalari men uchun qadrdan. Kim qandaq biladi, kim nima biladi? Boyag'i bormasang, kelmasang, joy taralib og'ayni urug', yori birodar bari ketadi. Odamda mehr bo'lish kerak. Mehr boyliqda emas, mehr yurakda. Hammanglarning uyinglarda to'y bo'lsin, g'am bo'lmasin. Mana shu yerda o'tirgan mana yosh qarilar baringlarga men tilagim sog' bo'linglar. Sog'liqni uyida ham baraka, ham baxt va yana sog'liq bo'ladi. To'ylar qutli bo'lsin. Endi yana bitta esimga olmasam bo'lmaydi. Bir xillar o'ylarda shu aylik kiyov bo'ldi de, yo kiyov emas. Meni oltin ukam bo'lgan. Undaqa yigitlarchi Sultonobod ekan. Alloh yotgan yeri yoriq bo'lsin, iymonni salomat arvohlari qo'llab qo'l tiqsasin. Baringlarga sog'lik tilayman. To'ylar qutli bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin, qo'shqaning bilan qo'shaqar. Mana bizlar 70 dan oshchiqmi? Sizlar 100 ga kiringlar. Xudo xolasa 120 da yana ko'rishamiz Xudo xolasa. Rahmat baringlarga. Men Rahmat, salomat bo'linglar, ko'z tegmasin. Endi so'z navbati mana
Chimkent shahrimizga taniqli bo'lgan ajoyib bir akalarimiz ham bilan tadbirkor, mesenat Umidjon akamizga so'z navbatini bersak, marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Nima deymiz? Shahnoz Islom baxtli bo'laring. Baxtiyor akam aytgan so'zlarga qo'shilamiz. Boyagi adangni arvoh qo'llab qo'ltiqlasin. Adang ko'rmagan yaxshiliklarni sallar ko'laring. Bundan buyog'i yaxshi to'ylar bo'lib, yana yil 5 to'ylarda Alloh hammamiz o'tirish nasib qilsin. Rahmat. Endi men hammaga mikrofon bera olmayman. Bitta klasskom, bitta ojati gapiradi. Sabab hammamizning niyatimiz bitta, yoshlar baxtli bo'lsin deydi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli, aziz, mehribon xudoandalar, mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun bizning kavshonamizda katta tantana. Bugun Xolidaxon va rahmatlik Alikjonning xonadonlarida katta tantana. Xolida, to'yinglar muborak bo'lsin. Shahnozami? Kuyovchi. Shahnozaxon va Islomjonlarning nikoh to'ylari bilan tabriklaymiz. Nikohlari abadiy bo'lsin. Qo'shganlari bilan qo'sha qarishsin. Ilohim hamisha Allohning panohida bo'lsin. Kelasi yil mana shu xonadonlarga beshik to'ylarga kelishimizni Allohim nasib etsin. Allohim solih soliha farzandlar ato etsin. Xonadoninglarda hamisha to'ylar bo'lsin. Yaxshilik bo'lsin. Rahmat. Menimcha ustoz sizni adashmasam salomat bo'ling. Bugungi bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bir qarsak chop qo'yaylik, hurmatli aziz mehmonlar. Bugun xalqaro ustozlar bayrami barchalarga muborak bo'lsin. Endi qolganlar qo'shilamiz. Xafa bo'ladiganlar yo'qmi? Salomat bo'linglar. Esdalik uchun bir suratlarga tushib qo'yasizlar. Oila tarika muhlanib qoladi. Qolaversa Abdiyevlar, Abdirovlar, tog'alar, xolalar hammaligini daramiz suriga taklif qilamiz. Sizlar uchun Zarifjon Qodirov keladi. Marhamat. Aylanib adirga kelamiz birga yoningda ketkim kelmas voydod cho'milib sanatirga mast ayladi sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni joyladi bo'ymas ayladi sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni joyladi Chiroyli sen tengi yo'q endi halovatim yo'q bu nima yurishanda voydod ko'ylagingni yengi yo'q mast ayladi sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni joyladi bo'ymas ayladi sarmast ayladi mening yuraginamga ishqni joyladi ko'zlari suluv jonginam sen uchun kuyib yonaman ko'rinmay qolsang jonginam men seni izlab topaman ko'zlari suluv jonginam sen uchun kuyib yonaman ko'rinmay
Muhabbet yok 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 deme canım, sen için köyüp yanaveraman. Yüreğim yok 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 bulup canım, yanınga bağlaveraman. Muhabbet yok 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 deme canım, sen için köyüp yanaveraman. Yüreğim yok 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 bulup canım, yanınga bağlaveraman. Yagana kızsın yagana, yalan bu sözler yalanda. Canana kızsın canana, yürekke otlar salanda. Yagana kızsın yagana, yalan bu sözler yalanda. Canana kızsın canana, yürekke otlar salanda. Asmanda kuşlar uçadı, yarım boynundan uçadı. Yanımda ayday nurlanır, yürekke mihrin saçadı. Asmanda kuşlar uçadı, yarım boynundan uçadı. Yanımda ayday nurlanır, yürekke mihrin saçadı. Dil kupara, paraladı diller yara yara. Gülli kara, yazadım anamın şara. Dilli para, paraladı diller yara yara. Gülli kara, yazadım anamın şara. Asmanda kuşlar uçadı, yarım boynundan uçadı. Yanımda aytay nurlanır, yürekke mihrin saçadı. Asmanda kuşlar uçadı, yarım boynundan uçadı. Yanımda aytay nurlanır, yürekke mihrin saçadı. Asmanda kuşlar uçadı, yarım boynundan uçadı. Yanımda aytay nurlanır, yürekke mihrin saçadı. Asmanda kuşlar uçadı, yarım boynundan uçadı. Yanımda aytay nurlanır, yürekke mihrin saçadı. Salomat bo'linglar, ko'z tegmasdan ajoyib darani guvohi bo'ldik. Hurmatlagan barchangizga o'z rahmatlarimizni, qilaversa minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ilohim boshlaringiz to'ydan chiqmasin. Hurmatli aziz mehmonlar, barchangizga a'lo kayfiyat, yoqimli ishtaha, ezgu niyatlar, tabrik so'zlar xonadon egalari yoshlarimiz uchun davom etadi. Albatta daramiz turga ushbu oilaning qarindoshlari, atab aytar bo'lsak, Shadimetovlar oilasini daramiz markaziga yaxshi niyatlarga chorlar ekanmiz. Shavkat aka, Oybek aka, Tohir akamiz, qolaversa Zafar akamiz boshchi barcha Shadimetovlar oilasi, o'g'il qizlari, farzandlari, nabiralari daramiz turga jam bo'lishini iltimos qilgan bo'lardik. Kelinglar, azizlar, daramiz savob qilmasin. Ezgu niyat, tabrik so'z yoshlarimiz uchun albatta sizlardan. Marhamat, iltimos qilgan bo'lardik. Qani kelinglar. Shadimetovlar oilasi, Shavkat aka, Oybek aka, Tohir aka, Zafar akamiz boshchi hammalarga tashrif berish iltimos qilyapti. Shadimetovalar ham birga kelsin, ha, Shavkat aka? Kelinglar, salom birlikda daramiz turiga tashrif buyurasizlar. Ezgu niyatlar, tabrik so'zlar o'zlaringizdan bo'ladi. Shavkat aka, sal yaqinroq turasizlar, iltimos. Kelinglar. Qolganlari qayerda? Shadimetovlar opalarimiz.
iltimos kelinglar daramiz savob qolmasin. Dilmurod aka, birgalikda kelarkan daramiz sirga keling. Dilmurod akamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Shu xonadonga kelgan hamma aziz mehmonlar, katta kichik. Mana qizimiz, yo bolamiz baxtli bo'lsin, serfarzandlik bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Mana shu jiyanimiz oylikni ko'rmaganlarini, yoshlarini farzandlariga bersin. Hamma vaqt boshqa xonadonlarga yaxshi to'ylarga kelaylik. Hammanglarga katta rahmat qatnashganinglarga. Hammanglarga shunaqa chiroyli to'ylar nasib qilsin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun jiyanimizning uyida katta to'y. Mana sinimiz nikoh to'yi, boshqalni qo'sha qarsin. Baxtli bo'lsin, uyali juvali bo'lsin. Hadasini arvoh qo'llab yursin. Kenday to'ylar qutlu bo'lsin. Xudo xolasa yana to'ylardan boshqalar chiqmasin. Ay rahmat, salomat bo'linglar. Esalik uchun mirsatlarga shu qo'ysanglar, oila tarixi muhrlanib qoladi. Qolaversa so'z isboti bilan yaxshi niyat bildirgan insonlarni, Shodimetovlar oilasi, o'g'il qizlari, farzandlari, nabiralari hammaligini daramiz sirga raqslarga taklif qilamiz. Sizlar uchun estradamiz yorqin yulduzi, ajoyib ovoz sohibi, o'zini ko'plab muxlislarga ega bo'lgan san'atkor Shahzodbek Husanov kuylaydi. Marhamat. Eslamay bo'lmaydi sog'insa dilim, seni ko'rsam gar aylanmas tilim. Qalbimni etding tilim va tilim, bevaqt yuragimga kirgan muhabbat nafratga aylanarmikan, orzular armonga bog'lanarmikan, seni unutmoqqa chog'lanarmikan, bevaqt yuragimga kirgan muhabbat. Oh muhabbat, oh muhabbat, shirin azob ekan faryod muhabbat. Oh muhabbat, oh muhabbat, shirin azob ekan faryod muhabbat. Oh muhabbat, oh muhabbat, shirin azob ekan faryod muhabbat. Oh muhabbat, oh muhabbat, shirin azob ekan faryod muhabbat. Yulduzli osmonda yalqinsiz bir yo'limiz bo'lsa nogah ham ayir. Bir kuni bersan sen menga xayr, bevaqt yuragimga kirgan muhabbat. Nomingga tinmasdan tebransa qalam, yonimda emassan qiladi alam. Mayliga baxtli bo'l kelolmasang ham, bevaqt yuragimga kirgan muhabbat. Davom etamiz. Terk eylayim gittin beni, derdin bana derdi gami. Terk eylayim gittin beni, derdin bana derdi gami. Seveceğim ben yana seni, seveceğim ben yana seni, seveceğim ben yana seni. Neyleyim? Yandım vayaman, 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 öldüm vayaman, 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 sevdim vayaman, vayaman, vayaman. Neyleyim? Yandım vayaman, 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 öldüm vayaman, 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 sevdim vayaman.
neylayim Yandım vay aman vay aman vay aman Öldüm vay aman vay aman vay aman Sevdim vay aman vay aman vay aman Neylayim Yandım vay aman vay aman vay aman Öldüm vay aman vay aman vay aman Sevdim vay aman vay aman vay aman Neylayim Davaytamız yana kurban Kaymağı Labları kızg'aldoq Sutga chayilgan tayoq Mazam qochar ko'rganda Qomati ham yalloq Lablari qizg'aldoq Qizsandi mana shundoq Mazam qochar ko'rganda Erkalayman mana bundoq Qaymog'im, qaymog'im To'yimizni kutar urug'aymog'im Qaymog'im, qaymog'im To'y qachonni kutar urug'aymog'im Bahra olib chiroydan Ko'payamiz sanoydan Gaplashamiz otamlashib Eli ko'k choydan Bahra olib chiroydan Ko'payamiz sanoydan Gaplashamiz otamlashib Eli ko'k choydan Qaymog'im, qaymog'im To'yimizni kutar urug'aymog'im Qaymog'im, qaymog'im To'y qachonni kutar urug'aymog'im Qaymog'im, qaymog'im To'yimizni kutar urug'aymog'im Qaymog'im, qaymog'im To'y qachonni kutar urug'aymog'im Bravo, super, gapirish mumkin emas. Salomat bo'linglar, rahmat. Odatda aytishadiki, umringiz so'ngigacha g'amlar eshik qoqmasin. Qayg'u, hasad izlasada uyingizni topmasin. Ostonangiz xatlab o'tsin sabr ila qanoat, sizga doim hamroh bo'lsin. Sog'lik, tinchlik va omad deb yoshlarimizga biz san'atkorlar niyat qilamiz. Hurmatli aziz mehmonlar, shunday ekan daramiz davom etgan holda yana bir bora daramiz suriga o'tira islomning ulfat do'stlarini, oshna og'aynilarini ular bilan birgalikda daramiz turidan joy egallagan go'zal va barakuda qizlar bilan birga taklif qilamiz. Sizlar uchun albatta san'atkorlar tomonidan qo'shiqlarimiz davom etadi. Shahzodbek, keling. Ulfat jo'ralar, kuda qizlar hammaliga daramiz turida xiromalab bersin qo'shiqlarimiz sizlar uchun davom etadi. Shahzodbek Husanov, marhamat. Marhamat. Kiyotara islomning ulfat do'stlari, oshon og'aynalari, ular bilan birgalikda barcha quda qizlar, yoshlar oqshomi, yoshlar bazmi sizlar uchun davom etadi azizlar. Kelinglar. Mendan ketmagin yorim, bag'ringda gullar yorim. Sening sevgingdan, mening sevgimdan dillarimiz yayrasin, yayrasin. Hamma bilmasin yorim, aqlingni yig'gin yorim. Arazlaringni, fanozlaringni sen yig'irasan. Jamalak sochli qiz, kamalak qoshli qiz, har o'tganda o'ynaydi yurak, duk tikilib to'ymas ko'z, to'kilib tildan so'z, boshim uzra aylanur falak, o'zi kichkina, o'zi sinchalar, sinch, 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 sinch,
tinch ala mittigina nozik qushim oldi mani aqli hushim tinch tinch qo'ymas tinch u qiz mani qo'ymas tinch mittigina nozik qushim oldi mani aqli hushim Shildir shildir suvlari oqar mahallamni arg'ida qizlar ichi joniga yoqar aylonamiz har yonida shildir shildir suvlari oqar mahallamni arg'ida qizlar ichi joniga yoqar aylonamiz har yonida aylonamiz o'rgilamiz gaplasholmay qiynalamiz to'ylarimiz yetib qoldi do'stlar qachon uylanamiz aylonamiz o'rgilamiz uchrasholmay qiynalamiz to'ylarimiz yetib qoldi do'stlar qachon uylanamiz juda ko'p qiynadim sovchilikka boravering Dilravona men tanladim onajonim men o'yladim sizni juda ko'p qiynadim sovchilikka boravering Dilravona men tanladim aylonamiz o'rgilamiz uchrasholmay qiynalamiz to'ylarimiz yetib qoldi do'stlar qachon uylanamiz aylonamiz o'rgilamiz gaplasholmay qiynalamiz to'ylarimiz yetib qoldi do'stlar qachon uylanamiz aytamiz shaharda bir go'zal paydo bo'libdi go'zal qizlar ichimda yakda ekan u go'yo boshiga xuma soyasi tekkan yoki o'zi asalo dono ekan u husnu odobini ko'rib bola bo'libman mushtari bo'lolmadim havas buldum ben havas buldum güzel isminga dono havas buldum güzel isminga dono dona dona havas buldum sendek güzelga qiynamasdan endi davramizga tezroq kelib qol dona 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 havas buldum sendek güzelga qiynamasdan endi davramizga tezroq kelib qol زخمه يا دنيا زخمه زخمه سأل هواي زخمه لأل سرابنا دونك يزين بوزين زخمه يا دنيا زخمه زخمه سأل هواي زخمه لأل سرابنا دونك يزين بوزين يمين هنا زخمه برم هنا زخمه هنا هنا زخمه يمين هنا زخمه برم هنا زخمه هنا هنا زخمه زخمه يا دنيا زخمه
batara geceler, geceler ay geceler, ay batara geceler. Seni körüp arzular, seni yatara geceler. Seni körüp arzular, seni yatara geceler. Gele 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 gele, gelmedi heyra yüzlerden, olmuşam heyra. Gele 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 gele, gelmedi heyra yüzlerden, olmuşam heyra. Rahmat, salomat bo'linglar. Biromagan ulfat do'stlarga, xudo qizlarga o'z rahmatlarimizni, minnatdorligimizni bildiramiz. Xo'p. Hurmatli aziz mehmonlar, mana dasturxonga bir bora istiqom qilishdi. Barchangizga yoqimli ishlar, faollik tilaymiz. Baramiz yaxshi niyatlar, tabrik so'zlari davom etadi. Albatta, bugungi davrada xonadon sohibasi Xolida kinoyimizni barcha yaqin sinfdosh dugonalar ishtirok etyapti. Ular bilan birgalikda mahalla qo'shinlari ishtirok etyapti. Keling, zo'roq shunday ekanmizlar, Amostoriga Xolida kinoyimizning sinfdoshlarini, ular bilan birgalikda barcha mahalla qo'shnijonlarini daramiz markaziga yaxshi niyatlarga chorlaymiz. Ulardan barchamiz yaxshi niyatlarni, tabrik so'zlarini guvohiga aylanamiz. Kelinglar, daramiz sog' qolmasin. Bahodir akamiz bilan Jumovoy akamiz birga kelarkan. Kelinglar sara. Bahodir aka, Jumovoy aka, keling. Rahmat. Qan opajonlar, yaqinroq kelinglar, iltimos so'ramiz suriga. Bizdan qo'rqmanglar. Joninglarni olmaymiz. Olsak, ozgina pulinglarni olamiz xolos. Xo'p. Qani Bahodir aka, Jumovoy aka, qayerdasizlar? Kelinglar birgalikda. Ungacha mana opalarimiz yaxshi niyatlarni boshlaydi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugungi shunday chiroyimizni to'yini sababchilari Shahnoza qizimiz baxtli bo'lsin. Xolida. Ha, Xolida qiz. Xolida, qizlaring baxti bo'lsin, bolalaring rohatini ko'r. Mana shu chiroyli farzandlar ota-onasi bo'lish bilsin. Yanagi mash kunlari alla to'ylarga kelaylik. Muhit aka, keling birgalikda. Ay yashang. Bo'ldimi, sinfdoshlar qo'shiladi hammaliga. Kelinglar. Ana Xolida opa, sinfdosh dugonajolingiz bugun quruq kelmabdi. Ana o'zini sovg'alari bilan birga kelibdi. Xoli, to'ylaring muborak bo'lsin. Nima niyat qilsa niyatingga yet. Farzandlaring rohatini ko'r. Sinfdoshlar nomidan kichkinagina to'ydan keyin Antaliyaga dam olishga chiqdim. Ay yashang, bir qarshi shop qo'yinglar. Sovg'alar muborak bo'lsin, sinfdoshlar nomidan. Ko'z tegmasin. Rahmat. Ana qadrdon akajonimiz Ramostorga tashrif berdi. Jumovoy aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum hurmatli to'yga kelgan aziz akaxonlar, ukaxonlar, otaxonlar. Mana bugun bizlarni bir yog'i o'zim ukamiz rahmatli Olimjonman Xolidaning eng bir xursand kunlari. Iloyim Xolida, to'ylaring muborak bo'lsin iloyim. Mana shu kelgan yigitlarni, aka-ukalarni qadamlari qutlug' bo'lsin iloyim senga. Iloyim, mana 2 yoshga baxt saodat tilayman. Baxtli bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin iloyim. Avvalam qolursa xalqimizga, elimizga xizmat qilgan yaxshi bir oila bo'linglar iloyim. Ota-onangizni 2 taqni birdek siylanglar iloyim. Qo'shganingizdan qo'shaqada baxtli bo'lib, iloyim har dam yo'linglar ochiq bo'lsin. Xolida, Allohim Xudolar muborak bo'lsin senga. Kuyoving 1000 yillik bo'lsin, Xudo xolasiga. Ukamiz ruhlari qo'llab-quvvatlasin, har doim yo'ling ochiq bo'lsin. Allohim topshlaringga baraka bersin, to'ylaring muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar.
Şu Şahnoza'nı niyaqtoqlarda bərimiz yığılğan ekemiz. Baxtlı bolsun, qoşqanında qoşa qarısın. Aldı to'la farzand bolsun. Nima niyat qilsa niyatlariga, maqsadiga, murodiga erishishga nasib etsin. To'y to'lg'a ulaşursun. Halida oshlar rahatini, arziqvasini ko'rib, o'ynab kirib yurgan. Bari rahmat. Mana Halida bizni kichkina sovg'amiz. Aziz bo'lsam ko'plik bo'lsin. Men обязательно ортақ шығам. О, халқым, қараңыздар, бір 5 минутқа араларыңызда бір қазақтың қызы сөйлейін деп тұр енді. Мына өзбек халқымызға, бауырларымызға. Ал не айтайын? Көршілерге бергенің әкеш қолыңды, жарайсың. Айтады ғой, ағайынның тайы қозғанша дейді, көршінің ағайының аты озғанша көршінің тайы озсын дейді. Үй алма дейді, көрші ал дейді. Дұрыс па? О дүниеге барғанда көршіңмен қалай тұрдың дейді. Мәне көршілердің қадір қасиетінің мағынасы осы да. Ал енді мен білем, ана дүниедегі Әлікжан қуанып арамызда тұр. Оның ұлы мен Халида екеуінің ұлы да ұяға қызын қияға қондырып үлкен ұластыр той болып жатыр. Міне керемет. Әлікжан көрмесе де, оның рухы жеті әулие бабалары, аналары көріп тұр. Міне құтты болсын Халида тойың. Енді білем, Әліктің ұрпағы жаман емес. Қызын алып отырған ол іргені де құт аяқ боп барады деп ойлаймын. Елімізге тыныштық, жерімізге тыныштық болсын, молшылық болсын, бірлік болсын, тірлік болсын, амандық болсын, саулық болсын, зор денсаулық болсын. Бәлеріңізге халқым, ленгір, особенно Киелі Тас елді мекеннің халқына. Дұрыс па? Дұғыл шапалақ. Ал айналайын қызым, Әліктің қызы, өмір деген арпалыс. Кинодағдай да емес, ертегідегі емес. Арпалсасың. Күйеуің үшін арпаласасың, балаң үшін арпалсасың, қайын жұртың үшін арпаласың, өмір үшін арпаласың. Арпалыс дүние. Соған төзім, сенім, күш қуат, кешірімді бол, иманды бол, инабатты бол, жеңесің, ақылды бол, саналы бол, даналы бол. Міне, әйел халқы сонымен мықты. Әйелдің жақсылығы еркектің көрінде де, төрінде де болатын соның қолында. Сондықтан да айналайындар, бақытты болыңдар, амандық болсын бәрлеріңізге, осындай той бәрімізге жұғысты болсын. Ай, рахмет. 1 минут. Генерал қандай болу керек десе мен Раис әпкемді мысал келтірген боладым. Bir ду қол шапалақ Раис әпкеміздің құрметіне. Генерал болып жұмыс істеген әпкеміз. Қазір пенсияда, дұрыс па? Ай, бәрекелді, аман болыңыз. Рахмат. Қойғандар қошыламыз, саламат бойлар, естелік үшін мұрсатларға шық қоясыздар. Albatta oila tarixga muhrlanib qoladi. Sovg'a salomlarni topshirib qo'yasizlar. Qolaversa daramız so'riga raqslarga taklif qilamiz. San'atkorlar tomonidan shu qo'shiqlar sir shu davom etadi. Marhamat. Qo'shiqlarimiz davom etadi. Hozir o'zbekcha, qozoqcha, turkcha har xil qo'shiqlarda davom etamiz. Hammani davraga taklif etamiz. Marhamat. Qadamın basıp dana dana geledi yarımın tımana. Çalamaz sen için gitara. Tamara tamara tamara. Ay tamara. Ah canım aldı, otları saldı. Kalam kalam kaşları hayalım aldı. Gel bana kara, saçların tara. Yaman şıraylı seni, gözleri kara. Ah canım aldı, otları saldı. Kalam kalam kaşları hayalım aldı. Gel bana kara, saçların tara. Yaman şıraylı seni, gözleri kara. Kadamın bası dana dana
Geledi yarımdan tamana Çalaman sen üçün gitara Tamara 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 Aramın basın tana tana Geledi yarımdan tamana Çalaman sen üçün gitara Tamara 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 Hey tamara Devam et tamara Geçer zar etasan sen meni nazlı gülüm Gözümge bakma yutasan yandırıp aşıqdım Misalingdan umid qilib borar bo'lsam yoningga Nazlı gülüm naz qilasan jafo qilib jonimga Misalingdan umid qilib borar bo'lsam yoningga Nazlı gülüm naz qilasan jafo qilib jonimga Sen meni yolg'izim ayuzi nazlı gülüm Sen meni sevgilim nazlı gülüm nazlı gülüm Sen meni yolg'izim ayuzi nazlı gülüm Sen meni sevgilim nazlı gülüm nazlı gülüm nazlı gülüm Senden gözüm uzmadı Baksa güler senge kulüp bittasına uzmadı Yongançalar severdi yarsınar mısın uzamını Qamatları göz göz kılıp yandırasan kuzumunu Yongançalar severdi yarsınar mısın uzamını Qamatları göz göz kılıp yandırasan kuzumunu Sen mene yalgızım ayızlı nazlı gülüm Sen mene sevgilim nazlı gülüm nazlı gülüm Sen mene yalgızım ayızlı nazlı gülüm Sen mene sevgilim nazlı gülüm nazlı gülüm nazlı gülüm En büyük ortasını oynuyoruz Kalbimge mening dağlar salsam mı Vergen gülümni olmay katsam mı Kalbimge mening dağlar salsam mı Vergen gülümni olmay katsam mı Ben seni siyaman aziz yar Aşkında kıyaman aziz yar Ben seni siyaman aziz yar Aşkında kıyaman aziz yar Ben göbesini suyup uçsam mı Vergen gülümni almay katsam mı Ben seni siyaman aziz yar Aşkında kıyaman aziz yar Ben seni siyaman aziz yar Aşkında kıyaman aziz yar
симпатичная, осанка аристократичная, талантливая и тактичная, умеет классно рисовать, но вот беда, характер непростой. День ото дня каприз очередной, ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать: девочка, стоп, не надо путать шалохов с ламбадой. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверь же мне, я парень то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Сам не ожидал, она явилась снегом в жаркий день. С тех пор я словно ее тень, но вот беда, характер непростой. День ото дня каприз очередной, ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать: девочка, стоп, не надо путать шалохов с ламбадой. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверь же мне, я парень то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Rahmat ilohim boshlaringiz to'ylanish bo'lsin. Ko'rganinglar to'y, yeganinglar semizgina va qolgan qo'y bo'lsin deb biz san'atkorlar niyat qilamiz. Hurmatli aziz mehmonlar, barchangizga yana bir bora yoqimli ishtaha, a'lo kayfiyat, davra kecha ezgu niyatlar, tabrik so'zlari davom etadi. Odatda aytishadiki, to'y boshlanar bugundan, to'y muborak qudalar. Patir oling tugundan. To'y muborak qudalar deya turib, mana shu avlodni barcha qudajonlarini, albatta ular bilan birgalikda yangi qudalar, quda tarafdan tashrif bergan mehmonlar, akalar, ukalar, opalar, singillar hammaligini daramiz turga jam bo'lishini iltimos qilgan bo'lardik. Qudajonlar Husniddin akamiz, Malika opamiz, Shakir akamiz, Nodira opamiz ular bilan birgalikda yangi qudalar tomonidan tashrif buyurgan. Anarjon opamizni, Farhod akamiz, Gulmira opamiz tomonidan tashrif buyurgan barcha mehmonlarni daramiz suriga yaxshi niyatlarga sho'rlaymiz. Kelinglar, iltimos qilgan bo'lardik, daramiz savob qilmasin. Ushbu oilaning barcha qudajonlari, Husniddin aka, Malika opa, Shakir aka, Nodira opa ular bilan birgalikda yangi qudalar, Anarjon opa, Farhod aka, Gulmira opamiz tomonidan tashrif buyurgan mehmonlar kelsin. Marhamat. Chimkentdan kelgan Gulnor opa bor ekan, ular ham birga kelsin. Anarjon opa, sal yaqinroq iltimos. Keling, bizning opajonimiz. Xo'p, kelinglar, akajonlar. Farhod aka. Oldiroqqa Umid aka iltimos. Keling. Xo'p, Anarjon opa, o'zingiz boshlaylik. Assalomu alaykum mehmonlar. Mana bugun Xolidaxonning uyida to'y, nikoh to'yi. Shahnozam Islombek Karimov, Shahnoza Karimova. Baxtli bo'linglar. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Hech qachon yomonlik ko'rmanglar. Har doim eshiklar ochiq bo'lsin, mehmonlar ko'p bo'lsin, yana yili 5 to'ylarda hammamiz qatnash nasib etsin.
Assalomu alaykum. Shu yerga yig'ilgan barcha aziz mehmonlar, qadrdon hamqishloqlarimiz. Mana bugun marhum Olimjon ukamizning xonadonida katta tantana. Juda zo'r inson edi, hammamiz hurmat qilar edik. Hildixon, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Qudalaringiz muborak bo'lsin. Qudalaringiz bilan ilohim ming yil qudachilik qiling. Siz og'zinglar senga bormasin. Mani jiyanim singlim bilan istagimki aql bo'lib, opa singildek bo'lib ketinglar ilohim. Alp qomat bir so'zli, yorini suygan, belida bel bog'li kuyov to'ra sizga muborak bo'lsin. Islombek Shahnozaxon, bugun sening hayotingda eng unutilmas kun. Bugun sening visol oqshoming. Mana barcha qarindosh urug'lar, do'stlaringiz yig'ilib sizlarga qancha yaxshi niyatlar izhor etishdi. Shularga qo'shilgan holda men albatta sizlarga sihat salomatlik tilayman. Shahnozaxon, sen borgan uyingda tinib, tinchib, sevib, sevilib, jiyanimiz bilan baxtli bo'lishingga tilakdoshmiz. Ilohim baxtli bo'linglar va qo'sha qaringlar. Qani, erkaklardan gapiradiganlar bormi? Keling aka. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Shu fursatdan foydalanib bizga ham gap debdi. Islom, Shahnoza, chin yuragimdan sizlarni tabriklayman. Baxtli, taxtli bo'linglar. Barcha ezgu niyatinglarga yetinglar. Xudo xolasa keyingi yilga mana shunaqa beshik to'ylarda bizga xizmat qilish nasib etsin. Doim mana shunaqa ko'zinglardan hech qachon tabassum, nur, doim mana shunaqa soch bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Endi yangi demayman, katta xudosi bor, Zuhriddin, Husniddin. Shu Husniddin bitta tilak etsa, Xudo xolasa. Husniddin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Islom Shahzoda, baxtli bo'linglar, ota-onalarning hurmatini qilinglar. Boshli etgan tilaklarga beri qo'shilamiz. Yashang. Erkaklar komandasi bo'ldi. Endi ayollardan gapiradiganlar. Keling. Ислам Шахназа, поздравляю вас с вашим сегодня счастливым днем. Что пожелать я вам не знаю. Вы только начинаете жить. Но от всей души желаю счастливой семьей вам быть. Будьте счастливы. Ислам, Шахноза, поздравляю, Шахноз. Добро пожаловать в нашу семью. Будь счастливы, будьте здоровы и побольше детишек вам. По-русски можно, Келли? Ислам Шахноза, поздравляю вас с бракосочетанием. Желаю вам счастья, здоровья и большой-большой любви. Bo'ldimi? Gapiradiganlar yo'qmi? Qudalar. Kelinglar. Salomat bo'linglar, rahmat. Endi Xolida opa, o'rtaga turing, keling iltimos, qudajonlar. Onarjon opa, siz bitta oldiga chiqasiz. Shu Xolida opam oldiga. Keling, Kennoy. Endi bizga Kennoy bo'ladi. Endi bitta sizlarga savol qo'yaman. Mana shu yoshlarimizni taxtirovidan jiyolgan baxtli yoshlarimizni baxtli bo'lishlarini xohlaysizlarmi? Обязательно. Конечно. Обязательно. Unda bitta quchoqlashib qo'yinglar, iltimos qilgan bo'lardik. Bir qarsaginglar bo'lsin aziz mehmonlar. Xudochilik ishlari manga bo'lsin. Abadiy bo'lsin. Xudolarga ko'z tegmasin. Ha, yashang. Salomat bo'linglar. Rahmat.
Endi bir yig'ilib esalik uchun satrga chiqib qo'yasizlar. Xudolar tarixga muhrlanib qoladi. Qolaversa so'z isboti bilan yaxshi niyat bildirgan barcha xudojonlarni biz raqsga taklif qilamiz. Yarım seni suyup kaldım, işkinde ben kuyup kaldım. Muhabbetim ateşinde yüreğimde tüyüp kaldım. Endi meni yüreğimde iş kutuda yandırasın. Muhabbetin armaniyeti zar etip kaldırasın. Dük yürek seni de vurar yürek, dükür yürek, bu yürek kesin gerek. Dük yürek, bu yürek kesen gerek. Dükür yürek, seni de vurar yürek. Yarın beni kıynamagin, ben fakat senin digendim. Muhabbetim rad etmagin, yüreğimde senga bergandim. Endi senga günler beray, günlerimni canım alab qol. Yonimga kel, ketma yiroq, bir umrga menla qolab qol. Dük yürek, seni deb urar yürek. Dük yürek, bu yurakka sen kerak. Dük yürek, bu yurakka sen kerak. Dük yürek, seni deb urar yürek. Gözleri sulu canginam, sen uchun kuyib yonaman. Görünmey qolsang canginam, men seni izlab topaman. Gözleri sulu canginam, sen uchun kuyib yonaman. Görünmey qolsang canginam, men seni izlab topaman. Muhabbet yok deme canım, sen uchun kuyib yonaveraman. Yüreğim yok bulup canım, yoningga boraveraman. Muhabbet yok deme canım, sen uchun kuyib yonaveraman. Yüreğim yok bulup canım, yoningga boraveraman. Yoningga solaveraman, yoningga boraveraman. Baxtli kunlarimni eslab, senga qo'shiqlar yozaman. Yoningga solaveraman, yoningga boraveraman. Baxtli kunlarimni eslab, senga qo'shiqlar yozaman. Muhabbet yok deme canım, sen uchun kuyib yonaveraman. Yüreğim yok bulup canım, yoningga boraveraman. Muhabbet yok deme canım, sen uchun kuyib yonaveraman. Yüreğim yok bulup canım, yoningga boraveraman. Rabbileri kızgaldaq,